Marg'ilon temir yo'l vokzaliga kirdim. Bu yerda odamlar juda ko'p odam chiqar ekan deb o'yladim. Vokzali 2 qavatli, tepasi naqshinkor. Mana shu yerdan boshlanyapti. Mana bu milliy liboslarni reklamasi. Do'ppilar, mana Marg'ilonda ishlab chiqarayotgan mana bu milliy kiyimlar. Mana bu yerda Marg'ilon atlaslari, mana turli xil rangda, hatto sumkalar ham atlas shaklida tikilgan. Ular ham mana Marg'ilonda o'zining maxsus naqshi borda, mana shu naqsh. Mana shuni chappasimi bu juda rangi past ekan, bilmadim. Bu vokzalda odamlar ko'pchilik kutib turibdi. Mana yerda mayda-chuyda do'konlari bor, bir narsa kerak bo'lsa olib chiqsa bo'ladi.